Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga qo'yilayotgan joyimiz Urganchning markazida desak ham bo'ladi. Shu ko'rib turgan 4 etajli domimizni 3-etajida bir xonali tayyor 40 kvadrat metr xonadonimiz sotuvga qo'yilayotir. Bon tarafimiz Oqtepa lavashdan kirib kelaverish bo'ladi. Gidrokolleg yonida bo'ladi, yo'l 50 metr. Hozirgi Urganch davlat universiteti yonida bo'ladi. Yashayman desangiz ham, kvartira qo'yaman desangiz ham zo'r joyda. Esa ketdik, uy nishon taraf bilan do'st chiqsa. 3-qavatimizga ham yetib keldik. Shu to'g'rimizdagi xonadon bo'ladi. Podyezdlarimiz ham yaxshi holatda turibdi, toza dom. Eshiklarimiz, garaj eshiklarimiz ta'mir yaxshi, sifatli eshiklardan qo'yib turibdi katta. Bir yandan boshlaydan olsak, bu yer garaj xotimiz bo'ladi. Garajimiz ham katta tushgan. Ponni aboydan chiqib turibdi uyimiz. Oyoq teylamiz, hamma joyi laminat bo'ladi. Bu yerimizda shuningdek joy qoldirib ketgan rakovina uchun arkasına kafeller o'rilgan. Bir yandan boshlaydan olsak, bu yerimiz zal bo'ladi. Zalimiz katta tushgandim. Eni 4 metr, uzunligi 6,5 metr. Bu yerimiz ham ajoyib aboydan chiqib turibdi, yaxshi. Depalamiz gipsokardon, shuningdek chetlari gallagen. Patologimiz ham beyik. Eshiklarimiz ham yaxshi, sifatli MDF eshiklardan qo'yilgan. Registrlarimiz ham o'tib turibdi bu harakatda. Oyoq teylamiz aytganim laminat. B'da shuningdek katta 3 oynasi bo'ladi, akvayna. Xonadonimiz o'rtalikda joylashgan, tarsoy emas. Garajlarimiz ham ajoyib, shuningdek prikoshkalar qo'ysangiz bo'ladi, keng tushgan. Bu yerimizda sanuzel bo'ladi. Kafeldan chiqib turibdi, registrlar o'tgan. Ariston ham qo'yilgan, depamiz plastik. Bu yerimiz ham ajoyib. Bu tarafimizda esa oshxonasi bo'ladi. Oshxonamiz ham oydin keng tushgan. Orqalarida kafelatirgan ko'rganlaringizdek, mebel uchun. Gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Hamma narsa kelib ishlab turibdi. Bu yerimiz ham registr qo'yilgan. Aynamiz katta akvayna qo'yilgan. Patologlarimiz beyik. Plastik bo'ladi depalamiz. Duh konturli kotyollarimiz ham o'tib turibdi yaxshisidan. Uyimizni kvadratına keladi olsak, bir xona bo'lgan bilan 40 kvadrat metr katta. Narxına keladi olsak, 320 million so'm. Üstüne endi osona kelishib beriladi. Videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon aytib bog'lanishingiz mumkin. Sog' olun, salomat olun.